Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yurakni qon bilan ta'minlanishi haqida gaplashamiz, ya'ni koronar qon tomirlar anatomiyasi haqida. Biz sizlar bilan o'tgan darsdagi videolarimizda aorta va uning tarmoqlari haqida gaplashgandik. Aortani esingizda bo'lsa, ko'tariluvchi qismida ascending qismini pochasi, ya'ni asosida ikkita eng muhim qon tomirlar joylashgan. Bular left coronary artery, ya'ni chap koronar qon tomir va right coronary artery, ya'ni o'ng koronar qon tomir. Bu koronar qon tomirlar yurakni o'zini kislorod va ozuqa modda bilan ta'minlovchi asosiy ikkita yirik qon tomir hisoblanadi. Demak, yurakni o'zi qachon kislorod va oziq moddalarni qabul qiladi, ya'ni qachon ularga qon keladi, qachonki yurak dam olsa, ya'ni yurak sistola vaqtida emas, qisqargan vaqtda emas, diastola vaqtida, ya'ni dam olgan vaqtida, demak bu koronar qon tomirlar orqali yurakka qon boradi. Bu koronar qon tomirlar yurak sistola vaqtida, mana bu aortani boshlang'ich qismida yarim osmon klapan bor edi bizda, 3 varoqli. O'sha klapan ochilgan vaqtida yurak qisqarayotgan bo'ladi. O'sha ochilgan vaqtida koronar qon tomirlarini klapan ochilish hisobiga to'sib qo'yadi. Shuni hisobiga yurak sistola vaqtida o'zi uchun qon ola olmaydi. Qachonki yurak dam olsa, ya'ni chap qorincha diastola vaqtida, yurak dam olayotgan vaqtida bu klapanlar yopilsa, aortaga chiqqan qonni ma'lum bir qismi orqaga qaytishi hisobiga bu ikkita asosiy yirik qon tomirlarimiz qon bilan ta'minlanadi va bu qon tomirlar esa yurakni, o'sha kardiometistlari va boshqa hujayralarni qon bilan ta'minlaydi. Demak, bizda asosan chap qorincha yurakni diastola vaqtida qon bilan ta'minlanadi. Bu degani nima degani? Bu degani, agar yurak qancha dam olsa, ya'ni diastola vaqti qanchalik uzoq davom etsa, yurak shuncha yaxshi qon bilan ta'minlanadi va uni musbat inotrof effekti, ya'ni uning kontraktiliga, qisqaruvchanlik xususiyati shunchalik yuqori bo'ladi. Ya'ni kislorod bilan, oziq moddalar bilan shunchalik yaxshi ta'minlanadi. Demak, e'tiboringizni quyidagi rasmga qaratamiz. Biz endi har bitta koronar qon tomirlar, ya'ni ikkita asosiy qon tomirlar bor edi. Ular bilan alohida har biri bilan gaplashamiz. Demak, birinchi chap koronar qon tomir haqida gaplashamiz. Chap koronar qon tomir aortani pochasi, ya'ni asosdan chiqib, asosiy chap koronar qon tomir, ya'ni left main coronary artery deyiladi. Chap koronar qon tomir rasmda ko'rib turganingizdek pastga tushuvchi left anterior descending va left circumflex arteriyaga bo'linib ketadi. Mana rasmda ko'rib tursangiz, aniq ko'rsatilgan, mana pastga tushuvchi asosiy qon tomir left anterior descending, pastga tushuvchi va left circumflex arteriya, ya'ni left circumflex arteriya degani o'sha yurakni aylanib o'tuvchi tarmoq degani. Mana yurakni aylanib o'tuvchi tarmoqqa bo'linib ketadi. Endi mana shu ikkita asosiy tarmoqlarimiz o'zi yana kichik tarmoqlarga bo'linib ketadi. Birinchi left anterior descending tarmog'i haqida gaplashamiz. Left anterior descending tarmog'ining ikkinchi nomi anterior interventricular left coronary artery deyiladi. Ya'ni oldingi interventrikulyar degani qorinchalar o'rtasidagi chap koronar qon tomir degani. Left anterior interventricular left coronary artery yoki left anterior descending artery. Bu qon tomir asosan qayerda qon bilan ta'minlaydi? Bu qon tomir asosan yurakni old qismini, mana yurakni old qismini left anterior descending qon bilan ta'minlaydi. Ya'ni yurakni chap qorinchasini oldingi devorlarini mana ko'rib turibsiz. Oldidan o'tgandan keyin chap qorinchaning oldingi devorini va interventrikulyar anterior interventrikulyar left coronary arteriya bo'lgandan keyin, demak, qorincha o'rtasida to'siq septum bo'ladi-ku, qorincha o'rtasida to'siq bo'ladi, septum. Septumni ham 3 dan 2 qismini, demak, left anterior descending qon bilan ta'minlaydi. Bu juda ham muhim qon tomir, eng muhim qon tomir hisoblanadi left anterior descending. Left anterior descendingda, demak, eng boshlang'ich qismi proksimal qismi,
middle qismi o'rtasi va distal qismlari bor. Agar proksimal qismida qanaqadir spazm bo'lsa yoki endotel disfunksiyasi yoki ateroskleroz hisobiga qanaqadir vazospastik bo'lsa, ya'ni o'sha torayish bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich qismi torayish bormi, уже mana bu pastki qismiga ham qon yetib bormaydi. Bu juda ham уже xavfli hisoblanadi. Bu eng asosiy qon tomiri left anterior descending. Left anterior descending demak yurakni chap qorinchasini oldingi devori va ikkita qorincha o'rtasida mana bu yerda tasavvur qiling, sulcus bor, ya'ni septum bor. O'sha to'siq bor. To'siqni 3 dan 2 qismini left anterior descending qon bilan ta'minlar ekan. Demak, ikkinchi tarmoq haqida gaplashamiz. Left circumflex artery. Left circumflex artery bu yurakni aylanib o'tuvchi tarmoq. Mana rasmda ko'rib turibsiz, yurakni aylanib o'tyapti. Demak, asosan bu yurakni chap lateral devorlarini qon bilan ta'minlaydi va chap qorinchani, ya'ni left atrium, chap qorinchani va chap qorinchani o'sha yon va orqa qismlarini, mana yon qism va orqa qismini qon bilan ta'minlaydi. Demak, bu left circumflex artery rasmni ko'rib turibsiz, yana ham tarmoqlarga bo'linib ketadi. Ya'ni left marginal artery, mana left marginal artery, mana left circumflex artery left marginal arteryga bo'linib ketyapti. U yurakni to'mtoq qirrali joyini qon bilan ta'minlaydi. Biz sizlar bilan gaplashdik yurakni ikkita qirrasi haqida. Demak, yurakni o'tkir inferior margin, inferior obtuse qirrasi bor edi, ya'ni pastki o'tkir qirrasi bor edi. Uni right ventricle, ya'ni o'ng qorincha hosil qilardi va ikkinchi qirrasini esa obtuse marginal, ya'ni o'tmas burchagini qirrasini hosil qilar edi. Bizda chap qorincha, ya'ni left ventricle hosil qilardi. Endi mana shu left marginal artery bu yurakni qirrali qismini demak qon bilan ta'minlar ekan. O'zini nomidan kelib chiqqan left marginal artery yoki obtuse marginal artery deyiladi. Bu demak asosan gaplashdik chap qirrani qon bilan ta'minlar ekan. Endi bu yerda yana bir muhim jihatlari bor. Mitral klapan, biz bilamiz, o'sha chap bo'lmacha bilan chap qorincha o'rtasida bizda ikki tabaqali, ya'ni mitralniy klapan joylashgan. Mitralniy klapanda demak o'zini o'sha qismlari bor, ya'ni anterolateral papillary muskul qismi bor va posterior medial surg'ich qismlari bor. Demak, anterolateral papillary muskul asosan qonni left anterior descending va left circumflex arterydan oladi. Mitral klapan demak anterolateral papillary muskullari left anterior descending va left circumflexdan qonni oladi. Lekin mitral klapanning posterior medial surg'ichi esa PDAdan qon oladi. PDAdan qon oladi. Agar PDAda masalan tromb yoki qanaqadir okkluziya bo'ladigan bo'lsa, mitral klapanda ham o'sha posterior medial papillary muskuli qon bormaganligi hisobiga o'ladi va mitral regurgitatsiyaga olib keladi bu jarayon. Bundan tashqari yana o'zining tarmoqlari bor. Left anterior descendingni ko'rib turibsiz. Left circumflex artery tarmoqlari haqida gaplashdik. Left marginal artery, left anterior descending yana pastga tarmoqlanib ketyapti. Diagonal branch ular chap qorinchaning yon devorlari. Mana diagonal branchlar chap qorincha mana bu yon devorlarni qon bilan ta'minlaydi. Va septal perforatorlar bor, ya'ni mana bular septal perforatorlar asosan bu o'sha interventrikular septumda, ya'ni qorincha o'rtasidagi septumda demak old qismini qon bilan ta'minlaydi. Asosiy bu yerda bu kichkina tarmoqlardan ko'ra eng muhim ikkita tarmog'i bor. Left coronary artery, bu left anterior descending bilan left circumflex artery. Bizda eslab qolishimiz kerak bo'lgan narsa chap qorinchani oldingi devorini va interventrikular septumda 3 dan 2 qismini, ya'ni asosiy ko'zga ko'rinib turuvchi katta zonani left anterior descending qon bilan ta'minlar ekan. Va o'sha chap bo'lmachani va chap qorinchani yon devorlarini left circumflex artery qon bilan ta'minlar ekan.
ushbu rasmda slayd ko'rinishida bizda yozuvda keltirilgan. Keyingisi mana bu rasmda ham juda ham chiroyli keltirilgan. O'sha chap qorinchani sizlar bilan gaplashdik. Chap qorinchani tarmoqlari haqida, left coronary artery tarmoqlari haqida. Chap qorinchada mana rasmda qarasangiz, left coronary artery mana tarmoqlanib ketyapti. Left anterior descending va left circumflex artery mana. Left circumflex artery yana e'tibor berib qarasangiz, mana left marginal branch yani obtusga bo'linib ketyapti. Left anterior descending o'zi esa septal branch va diagonal branch bu kichkina tarmoqlarga bo'linib ketyapti. Endi o'ng koronar tomir haqida gaplashamiz. O'ng koronar qon tomir, demak bu ham aortani poychasi, ya'ni o'sha aortani ko'tariluvchi qismini asosidan chiqadi. Bu o'z navbatida shuni aytib o'tish kerakki, sinatral nod va AV nod, ya'ni sinatral tugun va AV tugunni qon bilan ta'minlagani hisobiga agar mana shu qon tomirda, ya'ni right coronary artery, ya'ni chap o'ng koronar qon tomirda agar tromb bo'ladigan bo'lsa, okkluziya bo'lib qoladigan bo'lsa, yopilib qolsa, bradikardiya bo'ladi. Aortani o'ng sinusdan chiqqanligi hisobiga o'sha AV sulcus bo'lib o'z tarmoqlarini beradi. Demak, AV node va sinatral node right coronary artery orqali qon bilan ta'minlanadi. Endi bu ham xuddi chap koronar qon tomiriga o'xshab o'zining tarmoqlari bor. Rasmga diqqat bilan qaraymiz. Tarmoqlari mana bu yerdan boshlanadi. Bu juda ham kichik tarmoqlari, mana har birining nomi bor. Masalan, mana bu sinatral node branch, ya'ni sinatral tugunni qon bilan ta'minlovchi tarmoqlar. Mana bu esa right conus. Right conus demak o'ng qorinchani traktini qon bilan ta'minlaydi. Ya'ni o'ng qorinchani trakt degani mana bu yerda tasavvur qiling. Mana bu yerda o'ng qorincha bo'lsa, o'ng qorincha qisqargan vaqtda qonni qayerga chiqarib beradi? Qisqargan vaqtda bizda pulmonar arteriyaga chiqarib beradi va o'sha yo'lda demak qon bilan right conus qon bilan ta'minlar ekan. Demak, keyingi tarmog'i yana davom etyapti. Mana atrial branch, ya'ni bo'lmachalarni, ya'ni o'ng bo'lmachani qon bilan ta'minlovchi kichik tarmog'i. Va yana bu yerda tarmoq davom etyapti. Right anterior ventricular branch, ya'ni o'ng oldingi qorinchani o'ng qorinchani oldingi devorini qon bilan ta'minlaydi. Right anterior ventricular branch. Va yana pastga tarmoqlanib ketyapti. Endi mana bu yerga diqqat bilan ozgina diqqatli bo'lamiz. Mana bu yerda right coronary artery tarmoqlanib kelyapti. Kichik tarmoqlarni berib kelyapti, lekin mana bu yerda ikkita eng muhim tarmoqlarga bo'linadi. Bularning bittasi posterior descending artery, ya'ni PDA, posterior descending artery. Demak, orqa, ya'ni o'sha ikkita qorincha o'rtasidagi sulqu bo'lib yo'nalyapti. Mana PDA bu qayerda qon bilan ta'minlaydi? PDA qorincha o'rtasidagi to'siqqa mana e'tibor qilsangiz, mana tarmoqlanib ketyapti PDA va qorinchani o'rtasidagi to'siqqa boryapti. Biz boya aytdik, qorincha o'rtasidagi to'siqni 3 dan 2 qismini left anterior descending ta'minlayapti dedik. Demak, PDA qorincha o'rtasidagi to'siqni 3 dan 1 qismini qon bilan ta'minlar ekan. Ya'ni asosan bu PDA chap qorinchani orqa qismini qon bilan ta'minlaydi. Chap qorinchani orqa qismini qon bilan ta'minlar ekan. Demak, keyingi tarmog'i right marginal artery. Right marginal artery bu o'ng qorinchani devorini qon bilan ta'minlaydi. Mana o'ng qorincha devorini qon bilan ta'minlar ekan. Bu yerda yana bir narsa aytib o'tishimiz kerak. PDA bu chap qorinchani orqa devorini qon bilan ta'minlash bilan birgalikda diafragmal yuzani ham qon bilan ta'minlar ekan. Endi biz sizlar bilan o'sha koronar qon tomirlarida boya gaplashdik, qaysi vaqt qon olish haqida. Koronar qon tomirlar bizda o'sha chap qorinchani koronar qon tomirlardan o'sha asosan chap qorincha diastola vaqtida qon bilan ta'minlanadi. Lekin o'ng qorincha kuchli qisqarmaganligi sababli xoh sistola bo'lsin, xoh diastola bo'lsin, qon bilan ta'minlanaveradi. Shuning uchun chap qorinchani kislorodga bo'lgan talab ancha yuqori. Bu esa devor qalin bo'lganligi uchun emas, balki faqatgina diastol vaqtida qon bilan ta'minlangani uchun. Demak, koronar qon tomirlar bizda
Ayniqsa chap qorincha faqatgina dam olgan vaqtda qon keladi chap qorinchaga. O'shaning uchun kislorodga bo'lgan talabi yuqori. Lekin o'ng qorincha esa faqatgina diastola vaqtda emas, balki sistola vaqtda ham qon oladi. Shuning uchun uni chap qorinchaga nisbatan kislorodga talabi unchalik yuqori emas. Bu faqatgina devori qanligi sabab emas. Asosiy sabab mana shu. Endi diastolani eng boshda ko'p qon oladi agar tahkirda bo'lsa. Ya'ni masalan, diastola bo'lmacha qisqardi. Tasavvur qiling, chap bo'lmacha qisqardi, qon chap qorinchaga tushdi. Chap qorincha o'sha vaqtda chap qorincha diastola vaqtida bo'ladi. Agar diastola vaqtida qanchalik uzoq davom etsa, ya'ni yurak qanchalik sekin ursa, qanchalik sekin degan normadan sekinlashib ketish degani emas, yurakni o'zini o'sha yurak urish chastasi son normasi bo'ladi. Misol uchun 60 dan 80 gacha bu norma. Agar normada bo'ladigan bo'lsa, yurak diastola vaqti sal uzoqroq bo'ladi va yetarli qonni o'ziga ola oladi. Agar bemorda taxikardiya bo'lsa, ya'ni chastasi misol uchun 150 dan oshib ketsa, bunda ishemiya bo'ladi. Nima uchun? Sababi diastola vaqtida, demak diastola vaqti odatdagi nisbatan qisqaradi. Endi yurak chap bo'lmacha qisqarganda yurak qonga to'lib olishi kerak edi. 60-80 ta uradigan vaqtda, masalan, shu normada qonga to'lib oladigan bo'lsa, endi u 150 ta uryaptimi? 2 barobar vaqt qisqaryapti. Endi u yetarlicha qonni o'ziga ola olmaydi. Yetarlicha qonni o'ziga ola olmagandan keyin, demak, kardiomiyotsitlarda kislorodga bo'lgan ehtiyoj oshib ketib, kislorod yetishmovchiligi bo'ladi va ishemiya holati yuzaga keladi. Kislorodga bo'lgan talab oshib ketganligi hisobiga. Demak, koronar circulation, ya'ni koronar qon aylanishi haqida gaplashamiz. Organizmda, odam organizmida katta qon aylanish va kichik qon aylanish doirasidan tashqari yana koronar o'zining yurakning ichida koronar qon aylanish sistemasi ham mavjud. Biz sizlar bilan katta qon aylanish doirasi qayerdan boshlanib qayerda tugashi haqida, kichik qon aylanish doirasi qayerdan boshlanib qayerdan tugashi haqida o'tgan videolarimiz haqida gaplashgan edik. Yana bir takrorlab o'tib ketishimiz mumkin. Demak, katta qon aylanish doirasi chap qorinchadan boshlanadi. Aortaga chiqib qon butun organini qon bilan ta'minlaydi va yuqori pastga ko'taruvchi, yuqoriga supervena cavae va infravena cavae orqali o'ng bo'lmachaga kelib quyiladi. Demak, chap qorinchadan boshlanib o'ng bo'lmachaga tugaydi. O'ng bo'lmachadan bizda qon o'ng bo'lmachada qon quyilgandan keyin u qisqarib qonni o'ng qorinchaga o'tkazib beradi. O'sha o'ng qorinchaga o'tkazganda bizda kichik qon aylanish doirasi boshlanadi. O'ng qorinchadan kichik qon aylanish doirasi boshlanib, pulmonar arteriyaga qon chiqadi. U yerda gazlar almashinuv bo'ladi va 4 ta o'pka venasi orqali yurakni chap bo'lmasiga kelib quyiladi. Va chap bo'lmasiga kelib quyilishi bilan bizda demak kichik qon aylanish doirasi o'sha yerda tugaydi. Bundan tashqari yurakni o'zini koronar circulation, ya'ni koronar qon aylanish doirasi ham mavjud. Bizda koronar qon tomirlar qonni olib, yurakni qon bilan ta'minlagandan keyin u yerda hosil bo'lgan karbonat angidli qon keladi, koronar sinusga kelib quyiladi. Koronar sinusga kelib quyiladi. Bu koronar sinusni asosan yurakning 5 ta venasi hosil qiladi. Bu venalarni rasmda ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, great cardiac vein, yurakning katta qon tomiri, vena qon tomiri, posterior cardiac vein, orqa vena qon tomirlari, middle cardiac vein, o'rta qon tomirlari va hokazo. Asosan bu yerda demak koronar sinusga kelib qon quyiladi. Koronar sinus esa inferior vena cavae orqali yurakning o'ng bo'lmachasiga kelib quyiladi. Koronar sinus demak yurakni o'ng bo'lmachasiga borib, o'zini demak maxsus klapan orqali quyiladi. Bu klapan asosan trikuspid klapan, ya'ni 3 tabaqali klapanning oldida joylashgan. Demak, bu yerda yana bir narsani siz bilan gaplashib ketishimiz kerak. Qoq uchburchagi, qoq uchburchagida bizda AV node joylashgan, ya'ni atrial tugun joylashgan. AV node asosan o'sha right atrium, ya'ni o'ng bo'lmachani asosida joylashgan. Bu yerda qoq uchburchagi juda ham chiroyli holatda tasvirlangan. Bizda qoq uchburchagi nima hosil qiladi? Koronar sinus, mana koronar sinus
biz boya koronar sinus nima ekanligini gaplashdik. Yurakning orqa tomonida o'zini koronar circulation ta'minlaydigan asosiy vena qon tomiri koronar sinus. Tricuspid valve 3 tabaqali klapan, mana tricuspid valve 3 tabaqali klapan va tendon boylami qoq uchburchagini hosil qiladi. Tendon boylami taxminan mana bu yerda joylashgan. Tendon boylami koronar sinus va tricuspid valve, ya'ni 3 tabaqali klapan, demak qoq uchburchagini hosil qiladi. Bu qoq uchburchagida esa bizda avenode joylashgan. Avenode atrioventrikulyar tugun joylashgan. Demak, sinatral tugun va avenode ikkalasini ham o'ng koronar qon tomiri, ya'ni right coronary artery qon bilan ta'minlaydi. Agar right coronary arteryni agar tromb bo'ladigan bo'lsa, bizda sinatral nodni qon bilan ta'minlagan hisobga bradikardiya yuzaga keladi. Endi koronar qon tomirlarining klinik ahamiyati haqida gaplashamiz. Koronar qon tomirlarining klinik ahamiyati qachon yuzaga keladi? Qachonki koronar tomirlarda ateroskleroz, ya'ni aterosklerozlik o'sha plakchalar yoki bo'lmasa shu tomirlarda qanaqadir endotel disfunksiyasi hisobida spazm bo'lganligi hisobiga qon aylanish buzilishi sababli paydo bo'ladigan kasalliklar. Bu kasalliklar asosan yurak ishemik kasalliklarda yuzaga keladi. Masalan, stenokardiyada, miokard infarktda, to'satdan o'sha o'tkir koronar o'limida yoki yurak yetishmovchiligida. Bu yerda o'tkir koronar o'lim bemorda qanaqadir yurak ishemik kasalligi bo'lish hisobiga to'satdan bir muhim, misol uchun left anterior descending qon tomiri to'satdan 100% okklyuziv bo'lib qolish hisobiga kardiomiyotsitlar hujayralari o'sha juda ko'p qism o'lish hisobiga to'satdan o'tkir koronar o'lim yuzaga keladi. Yurak yetishmovchiligi esa o'sha yurak ishemik kasalligini asorati hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Koronar qon tomirlarini klinikasi qachon yuzaga keladi desa, bizda qon tomirlar 70% yopilganda, 70% toraygan vaqtda bemorda o'sha klinik holat yuzaga keladi. Ya'ni har xil og'riq, o'tib ketuvchi og'riq, davomiyligi 5-10 minutdan boshlanadi. Boshida stenokardiyada, miokard infarktga o'tgandan keyin o'sha uzoq davom etuvchi og'riqlar yuzaga keladi. Endi diagnostikasi bizda o'sha zamonaviy tekshirish usuli orqali, ya'ni koronografiya orqali amalga oshiriladi. Koronografiyaga bemorga ko'rsatma bo'lganda, bemorni bilagidagi o'sha arteriya, ya'ni arteriya radialis yoki sonidagi arteriya femoralis orqali, maxsus kateter orqali yurakkacha boriladi. Yurakdagi koronar qon tomirlarigacha yetib boriladi va koronar qon tomiriga yetib borgandan keyin mana kateter yetib kelyapti. Kateter kirgizilyapti aorta orqali kirgizilib, koronar qon tomiriga kelgandan keyin maxsus kontrast moddasini jo'natadi. Maxsus kontrast moddasini jo'natgandan keyin rentgenda bizda mana bunaqa quyidagi tasvir yuzaga keladi. Qon tomirlar demak mana bu qora rangda ko'rsatilgan, kontrast moddasi jo'natilgandan keyin va bu yerda toraygan qismlari mana bu yerda, mana bu zonada kattalashib ko'rsatilgan. E'tibor qilsangiz, mana bu spazm qism. Torayish yuzaga kelyapti. Torayish necha foizligi hammasi koronografiyani исключениесida ko'rsatilgan bo'ladi. Bu maxsus tekshirish usuli koronografiya. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizlarni kuzatishda davom eting va YouTube hamda Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.